Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Agrobank mahallalarda yurib, tadbirkorlarni eshitib, nimalarga qanaqa kreditlar kerak, shu bo'yicha yig'ilish qilyapmiz. Hozirgi kunda mana Xonchabo mahallasida bu yig'ilish o'tkazyapmiz. Nima masalalaringiz bo'lsa berasizlar, o'za imkon darajada ish qilib, yo'nalishga amaliy yordam beramiz. Marhamat, kimda savollar bor? Keling. Men shu Xonchabo mahallasidan go'zallik saloni ochmoqchi edim. Shunga shu bankdan 50 million kredit olmoqchi edim. Bizlarda shunaqa kreditlarimiz mavjud. Mahalla loyihasi degan. Sizga o'sha kerakli bo'lgan jihozlarni olib beramiz. O'zi band qilgan holda 50 milliongacha plastik kartaga solib beramiz. O'shani siz o'zingizga kerak bo'lgan jihozlarni olasiz. Hozirgi kunda siz kerakli hujjatlarni taqdim qilsangiz, biz tez kunda chiqarib beramiz. Imtiyozlar bormi? Imtiyozi bor, imtiyozi bir yil. O'zida 5 million beriladi, qolgan vaqtda keyin bo'lib to'laysiz. O'sha ishga tushib ketgandan keyin ular o'sha oyma to'lab boraverasiz.